Hozir nima uchun kelinlar qaynataga, qaynanaga tikka qarayapti, sammanga boryapti? Nima uchun? Farzandni o'z ustozi qilyapti bu borada. Otasiga qarshi gapiryapti, onasini chakagini o'chiryapti, aralashmang, meni ishimga aqlingiz yetmaydi deyapti, kelinning oldida, xotinning oldida qilyapti. Xuddi shuni ishga ketgandan keyin xotini qaynanaga shu muomalani qilyapti. O'shaning uchun qaysi bir xonadonda ota-onani qo'li o'pib peshonaga surilar ekan, tasavvur qiling. O'g'lingiz keldida qo'lingizni o'pib, ota duo qiling deb duo so'rasa, nimani so'rab bermaysiz qani? Bormi birorta qizg'anadigan, yashiradigan narsangiz? Mana buni bugundan qilish kerak azizlar. Ertaga kech bo'lib qolishligi mumkin, chunki bu qo'l yo'q bo'lib qolishligi mumkin oramizdan. Ana shu uchun ota-onani qo'lini o'pib, bugun duo olaylik. Ota-onani duosini olgan inson o'tda yonmaydi. Foziljon Qorakam ustozimiz ko'p gaplari bor. O'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi.